Ertaga 6:30da kelaman. 6:00, 7:da kelaman ishga. Ishga kelib mana hamd qilamiz. Jilit ochadi. Nima qilib, mana somsani mana qilib chugamiz mana. Ertamanda boshlig'ini ikkita qog'ozga solamiz bunga. Qog'ozini et solamiz mana ustiga. 460 gram bo'ladi bu. Jumurtqasi, tuxumi yo'q buni. Mana qilib chugamiz. Mana somsani hamma yo'lda qilib qo'ygandan keyin hozir o't yoqamiz. Somsani yopamiz. Somsani yopganimizdan keyin 20 minut dimlanadi somsa. Somsa dimlangandan keyin 20 minutdan keyin dimlansa yarim soat pishadi. Katta somsa. Kichkina somsa 20 minutda pishadi. Mana somsamiz, ana katta somsamizni mana tuxum solamiz o'rtasiga mana. Ikkita qovurg'a solib qo'yamiz yonboshiga bunday qilib, mana. Bu 500 grammcha bo'ladi bu. Buning ichida tuxumi bor.